Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari va guruhimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan 21-darsni Sentence Structure in English, ingliz tilida gap strukturasi darsini o'tamiz. Ingliz tilida gap tuzish uchun juda kerakli bo'ladigan dars. Yaxshilab kuzatib, mavzuni o'rganib borishni maslahat beraman. Xo'p, ingliz tilidagi gap tartibini ko'rib chiqamiz. Ingliz tilida gaplar mana shu tartibga bo'ysunadi. Ya'ni birinchi o'rinda biz egadan foydalanamiz gap tuzishda. Ya'ni ega deganda ish harakatini bajaradigan biror bir shaxs, hayvon yoki narsa bo'lishi mumkin. Ish harakati nima tomonidan bajarilsa, shu ega hisoblanadi gapda. Undan keyin ish harakat ikkinchi o'rinda turuvchi gap tartibida, oddiy, sodda gap tartibida ikkinchi o'rinda turuvchi so'z bu ish harakat turkumiga tegishli bo'lishi kerak. Ya'ni kesim. Ya'ni harakatni bilish, nima qilmoq, nima bo'lmoq so'roviga javob bo'lishi kerak. Ya'ni boshdan ko'rib boradigan bo'lsak agar, ega kim va nima so'roqlariga javob bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda keladigan ega kim va nima so'roqlariga javob bo'ladi. Ikkinchi o'rinda bunga mana qo'shilyapti kesim. Kesim nima qilmoq so'roviga javob bo'lishi kerak. Nima qilmoq so'roviga javob bo'ladigan so'z bo'lishi kerak. To'ldiruvchi turkumidagi so'z nimani yoki kimni so'roviga javob bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni ish harakat bajarilayotgan nimagadir bog'liq bo'lishi kerak va kimgadir. Keyin qayerda? Ya'ni ish harakat qayerda bajarilganligi oid so'z bo'lishi kerak. Va oxirida qaysi vaqtda, qachon so'roviga javob bo'ladigan so'z yoziladi. Ya'ni ravish yoziladi. Demak, shu namunaga mos keladigan gap tuzib ko'rishga harakat qilamiz. Misol uchun George, demak, ega hisoblanadi bu yerda. Kim so'roviga mana javob bo'lyapti? Kim? George. Nima ish harakat qiladi? Misol uchun drink. Ichmoqni yozishimiz mumkin, drink. E'tibor beramiz, George bo'ladigan agar ish harakatimiz bitta shaxs tomonidan bajarilsa, biz fe'llarni tuslaymiz. Ya'ni s qo'shimchalari bilan tuslanadi. Bu yerda s qo'shimchasi bilan tuslanadi. George drinks. Endi mana kesimni, ish harakatini yozdik. Nima qilmoq so'roviga javob bo'ladigan so'z yozdik. Mana drinks ichadi. To'ldiruvchi nimani ichishi mumkin? Misol uchun Coca-Cola. Coca-Cola'ni ichadi. George drinks Coca-Cola. Xo'p, to'ldiruvchini yozdik mana. Nimani so'roviga javob bo'ladigan so'z Coca-Cola. Keyin joy. Qayerda? Yozishimiz mumkin. In a cafe. In a cafe. Ya'ni kafeda. In predlogi bu yerda da degan ma'noni bildiradi kafeda. Keyin qaysi vaqtda? Shuni misol uchun Coca-Cola'ni ichdi qaysi vaqtda? Kafeda qaysi vaqtda? At night. Kechqurun degan. At night mana vaqti. Mana oddiy gap ingliz tilida shunaqa tuziladi. Tarjimasini yozib chiqamiz. Xo'p, tarjima qilganimizda ismlarni tarjima qilmaymiz. Shunchaki o'zi yoziladi. George ichadi kolani kafeda kechqurun. Mana. Drink demak ichmoq fe'li. George'ga moslab ichadi deb tarjima qilyapmiz. Coca-Cola. Coca-Cola'ni. In a cafe. Kafeda. At night. Kechqurun. Mana shunaqa gap tartibi. Ketma-ketlik shunaqa keladi. Boshqa gaplarda ham misollarda ko'ramiz. Xo'p.
Xo'p, Salim buys bread in the supermarket every day. Mana Salim buys bread in the supermarket every day. Bu gap ham xuddi shu tartibga, mana bu o'rganib chiqqan tartibimizga, gapning tuzilish tartibiga bo'ysundi. Mana ko'rishimiz mumkin. Demak, ismlarni tarjima qilmaymiz dedik. Mana hozir ko'ramiz. Salim. Demak, sotib olmoq fe'li ingliz tilida buy hisoblanadi. Endi Salimga moslashtirib tarjima qilamiz. Sotib oladi. Bread, non degan ma'noni bildiradi. Bu to'ldiruvchiga nimani sotib oladi? Nonni. Endi qayerda joy kerak bizga? Qayerda degan so'roqqa javob bo'ladigan. In the supermarket. In the supermarket. Endi vaqtga, qachon sotib oldi? Every day. Har kuni. Mana. Yana boshqa gap tuzib ko'ramiz. Demak, botir. Botir watches TV in the living room. Okay, at home. Shunchaki soddaroq qilamiz. At home. In the evening. In the evening. Mana shu gapni tarjimasini ko'rib o'tamiz. Ismlar tarjima qilinmaydi dedik. Botirligicha qoladi. Watch tomosha qilmoq hisoblanadi. Endi buni botirga moslashtirib tarjima qilsak, tomosha qiladi. Televizorni. Mana nimani degan to'ldiruvchini vazifasida televizor keldi. Ana TV. Endi joy qayerda? At home. Uyda. Qachon degan savolga javob. In the evening. Kechqurun. Mana shunaqa gaplar ko'proq tuzishimiz kerak bo'ladi. Hozir yana bitta gap tuzib ko'rsataman, undan keyin shu struktura bo'yicha uyga vazifa bo'ladi gaplar tuzish. Onlayn ham test yuboraman, ishlashga. Xo'p, Karim sells potatoes in the market every day. Demak, tarjima qilamiz. Mana shu gapimizda nima qaysi o'rinda kelganligini ko'rib o'tamiz. Karim sell sotadi. Endi bu sell sotmoq degan. Sotadi. Potato kartoshka degan edi. S qo'shsak kartoshkalarni. Nimani degan savolga javob bo'ladi. Kartoshkalarni. In the market. Ya'ni do'konda. Every day. Har kuni. Shunaqa gaplarni ko'proq tuzishni mashq qilishingiz kerak bo'ladi. Demak, uyga vazifa sifatida 10 ta gap tuzish tarjimasi bilan. 10 ta inglizchaga va 10 ta tarjimasi va mana bu strukturaga tushadigan qilib tuzish kerak bo'ladi. Uning uchun eng oson yo'li shunaqa jadval tuzib olsa bo'ladi mana bunaqa. Mana daftarga shunaqa jadval chiziladi. Mana ya'ni subject ega verb ism object to'ldiruvchi keyin place joy time vaqt hisoblanadi. Shunaqa qilib, demak, o'rganib olsa bo'ladi. Misol uchun, egaga bironta ism yozilishi mumkin. Misol uchun, hobby. Biror bir harakat.
drive. Misol uchun drives. Endi bir kishi bo'layotgan bo'lsa, s mana qo'shiladi, s qo'shimchasi. Toby drives. Bu yerda qavschiga yozyapman, lekin qavschiga yozmasdan, qavschiga olmasdan yoziladi s qo'shimchasi. Endi nimani haydash mumkin? A car. Bitta mashina. Toby haydaydi bitta mashinani. Endi qaysi joyda? Ko'chada. In the street. Vaqti qachon? Today. Bugun. Tarjima qilib chiqadigan bo'lsak, ism tarjima qilinmaydi. Drives haydaydi degani. A car bir mashinani. In the street ko'chada. Today bugun. Mana shunaqa. Shu strukturaga amal qilgan holatda gaplar tuzamiz uyga 10 taga tarjimasi bilan. Keyin qo'shimcha mashqlarim tashlayman. Gapni ketma-ketlik tartibini to'g'ri qo'yishga. Bugungi darsimiz mana shu edi. E'tiboringiz uchun rahmat.